HIV odam immunitet tanqisligi virusi bo'lib, bu virus orttirgan immunitet tanqisligi sindromi ya'ni AIDS kasalligiga olib kelishi mumkin. AIDS kasalligi xalqimiz orasida SPID so'zi bilan ko'proq tanilgan va hozirgi kunda aholimizning 52 mingga yaqini bu infeksiyani o'ziga yuqtirib olgan. HIV infeksiyasi faqat odamlar orasida uchraydigan infeksiya bo'lib, bu odamlarga hayoti davomida 3 xil yo'l bilan yuqib qolishi mumkin. Birinchisi betartib jinsiy munosabatlar. Ikkinchisi parenteral, ya'ni tibbiy va notibbiy muolajalar orqali. Uchinchisi vertikal, ya'ni onadan bolaga yuqish yo'li. HIV infeksiyasi faqat odamdan odamga yuquvchi infeksiya bo'lib, bu infeksiya quyidagi hollarda yuqmaydi. Ya'ni quchoqlashganda, o'pishib ko'rishganda, qo'l berib ko'rishganda, bitta idishdan ovqat yoki suv ichganda, turli xil hasharotlar chaqqanda bu infeksiya odamga yuqmaydi.